Türkiye Köşmeler Baş İdaresi Türkiye'de yaşayotgan Zinnetgül Tursun ismli Uyg'ur ayolning 2 balasi bilan birlikda chegirdan qo'g'lab chiqarilganligi haqida so'zlarning reallikka uyg'un emasligini bildirdi. Köşmeler Baş İdaresi e'lon qilgan bayonotda davlatiga qaytarilsa hayoti bexatarligi bo'lmagan, qiyin qistoqqa uchrab va qo'rilish ehtimolligi bo'lgan hech bir chet ellikning qaytarib berilmaydiganligi ta'kidlanib mundaq deyildi. Tilga ilingan Uyg'ur Türkining uzun muddatlik iqomat iltimosi kerakli shartlarga to'shmaganligi uchun rad qilindi va iqomat iltimosi rad qilinganligi haqida o'ziga uqtirish qilindi. Bu vaqtda to'xtalgan Turkiya Ichki ishlar ministri Sulaymon Soylu davlatimizdan bo'lgan yerda kishilik huquqi munosabatidagi bir masalaga uchraydigan, zulm chekadigan hech bir yerga hech kimni qaytarmaymiz. Bundaq ahvolda chegirdan qo'g'lab chiqarishimiz mumkin emas dedi. Shuning bilan birga Abdug'ani ismli Uyg'urning qaytarilmaganligi haqida bayonot e'lon qilgan Ko'chmanlar Bosh idorasi ismi tilga ilingan shaxs chegirdan qo'g'lab chiqarilmadi, ham qo'g'lab chiqarish haqida qarormi chiqarilmadi dedi. Bu yil haj uchun tanlangan Sharq Turkistonlik va Tungan hojilarning Makkaga yetib borganligi bildirildi. Eng yangi uchurlarga asoslanganda Sharq Turkistondan kelganlarning soni 170 bo'lib, ularning 44 nafarining Uyg'ur ekanligi, qolganlarning bo'lsa Tungan musulmonlar ekanligi ma'lum. Sharq Turkistonda islomga doir hamma narsani yo'qotishga urinayotgan va turli cheklamalarni qo'ygan, shundaqla madaniyat qirg'inchiligiga olib berayotgan Xitoy hukumatining bundaq bir vaqtda Uyg'urlarning hajiga borganligini xabar qilishi diqqatni tortdi. Hong Kongda Xitoyga qaytarish qonun loyihasiga qarshi 2 oydan buyon davomlashayotgan namoyishlarda oz deganda 13 kishi qo'lga olindi. Hong Kong saqchi doiralari tunugundan buyon oz deganda 13 kishini qo'lga olganligini e'lon qildi. Saqchi taraf namoyish uyushtiruvchisi Max Chung Kinpingning qo'lga ilinganlar orasida ekanligini bildirdi. Shuning bilan birga namoyishchilarni qo'llaydigan ba'zi parlament a'zolari saqchilarning namoyishchilarga yosh oqqizish bombasi ishlatganligini aybladi. Gretsiya taratqullari Turkiyaning embargolarga qaramasdan rayonga urush rais nomli paraxotni avatib 15 avgustdan e'tiboran Maysning janubida yer tavrash tadqiqoti olib bordiganligini ilgari surdi. Gretsiya matbuotlari rayonga 4-paraxotning avatilishiga qarta andishini o'ttirg'i qo'yib, mundaq dedi. Turkiya neft shirkati 15 avgustdan e'tiboran Rodos oroli janubidan Maysgacha so'zilgan bir rayonda olib berayotgan tekshirish uchun Turkiya dengiz armiyasidan qo'g'dashni talab qildi. Bu vaqtda Uruch Rais nomli paraxotning Marmara dengizidagi vazifasini tamomlab, O'rta dengizga boradiganligi ilgari surilmoqda. Angliyaning Eron bilan surkilishda yashayotgan Hormuz bo'g'oziga avatgan urush paraxotining rayonga yetib kelganligi bildirildi. Angliya Mudofaa ministrligi e'lon qilgan bayonotda Xon jamiyati dengiz armiyasining HMS Sondan nomli paraxoti Angliya paraxotlarining Hormuz bo'g'ozidan bexatar o'tish uchun HMS Monterosi bilan birlikda vazifa o'taydiganligi bildirildi. Angliyaga qarashli Jabal Tariq viloyati 4-iyulda Suriyaga yurgizilgan embargolarga xiloflik qilganligi sababli Eronning Jiraki bir nomli neft paraxotini to'sib olgan edi.